Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Oldimga Namangandan Ra'no opa keldilar. Birinchi marta hijomaga keldingizlar, Ra'no opa? Rahmat, alaykum assalom, avvalambor. Men birinchi kelishim, rahmat. Mazza qildim. Mazza qildingiz. Qayerdan topdingiz meni, Ra'no opa? Menga sizni birinchi o'rinda singlim tavsiya qildilar. Nima dedilar? Bormasangiz bo'lmaydi, shu Dinoraxonga deyishdi. Tavsiya qilishdi, shunga keldim. Yaxshi, rahmat. Afsuslanmadingizmi kelganingizga? Mazza qildingiz. Qo'lingiz yengil bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Alloh aziz qilsin. Qatlaringizga qildik mana 3 soat. 3 soat shug'ullandingiz. 3 soat tozalab qildim. Bo'ynimga, orqamga, old qismimga, buqolaringizga, xugutochkaligi, hammasiga. Davleniyalarni o'lchab, mana hozir Ramashkova choy berdik xurmo bilan. Xurmo berdilar, asal choy ichirdilar. Nemetskiy xurmolar. И ashvaganda ham oldingiz. Da, uspokоительный. Lekin yengilmisiz, to'g'risini ayting. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yuzlaringizcha rumyanniy bo'lib qoldi. Yengilmisiz? Boshqalarga hijomadan qo'rqadiganlarga ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Harakat qilib, iloji boricha imkon qadar olishga harakat qiling. Qo'rqandim, lekin zo'r ekan, yoqdi. Mashalloh, mashalloh. Go'zalsiz, Ra'no opa, yoshingizni bilishmaydi, lekin rosa bildirmayman, yoshli, go'zali. Namanganda ham shunaqa chiroyli ayollar bor ekan. Ko'z tegmasi, mashalloh. Ra'no opa, Allohim shifoli qilsin. Men sababchisiman. Shifo Allohdan. Sog' bo'ling, Ra'no opa, rahmat. Amin, amin.